Biznes rivojlanishi uchun 5 ta muhim bosqichlar ko'rib chiqamiz. Biznes bu nafaqat sotuv, marketing, yetkazib berish, buxgalteriya, mahsulot, bu ham muhim, lekin birinchi navbatda biznes biz egasining fikrlashiga bog'liq. Ya'ni biz egasining fikrlashi o'sayotgan bo'lsa, shunga qarab biznes ham tepaga qarab chiqaveradi. O'sha chiqish jarayoni 5 ta bosqichlar ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqich o'zim qilaman, ya'ni hunarmand deymiz. Biz egasi o'zi bizni boshlayotganda sotuvni ham, marketingni ham, dastavka ham o'zi qilgisi keladi. Chunki o'zim qilaman, sifatliroq chiqadi. O'zim qilaman, tezroq bo'ladi bo'lyapti. Lekin xodimlari bor, ularga ko'p vazifalar bermaydi. Chunki ularga vazifa bersam dotdan, ularni qayta ko'rib chiqishim kerak, yana to'g'rilashim kerak. Lekin bu agar o'zi qilayotgan bo'lsa, mana shu joyda biznesda ko'p problemalar paydo bo'ladi. Birinchi navbatda biznes o'sishi to'xtab qoladi. Chunki biznes egasida bor yo'g'i 8 soat bor. Va bu 8 soatda qaysi muhim bo'lgan yo'nalishlarga vaqt ajratish kerakligini o'zi ham bilmaydi. Bundan tashqari, biznes egasi energiyasiga bog'langan. Uni salomatligi yaxshi bo'lsa, biznes ketaveradi. Agar mazasi bo'lmasa yoki kayfiyat bo'lmasa, shunga qarab biznes ham pastga qarab tushadi. Bu juda katta lavoshka. Biznes egasi mana shu bosqichda bo'lsa, men o'zim qilsam tezroq bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu juda katta xato. Ikkinchi bosqich menejer. Biznesda komanda bor, ya'ni biz egasi komanda to'plagan va ularga topshiriq beryapti, lekin kompaniyadagi asosiy qarorlarni o'zi qabul qilyapti. Bu yerda bitta katta lavoshka bo'lishi mumkin. Biz egasi xodimlarga faqat majburiyatlar bergan, ya'ni sen buni qilishing kerak, buni qilishing kerak, lekin imkoniyat bermagan, qaror qabul qilish imkoniyati yo'q. O'zi aslida xodimlar majburiyat, ya'ni mas'uliyat va imkoniyat o'rtasida yurish kerak. O'shanda qaror qabul qilishi ham mas'uliyati o'zlarida bo'ladi. Bu faqat xodimlarga tushuntirib berish kerak va yetkazib berish kerak buni. Agar biz egasi faqat majburiyatni berayotgan bo'lsa, baribir asosiy qarorni o'ziga tortib olgan bo'ladi va mikro menejment bilan shug'ullanadi. Ya'ni SMMdagi postni qaysi rangda bo'lish kerak, qaysi shriftda bo'lish kerak, shu joygacha ham o'zi qaror qabul qilishi mumkin. Bu juda katta xato, chunki biz egasi iloji boricha 70-60% strategiya haqida o'ylash kerak. O'shandan keyin biznesni tezroq tepaga qarab chiqaveradi. 3-bosqich tashkilotchi. Bu bosqichda biz egasi biznesga tizim kerakligini tushuna boshlaydi. Va bu bosqichda kompaniyada CRM paydo bo'lishi mumkin, yangi reglamentlar, instruksiyalar, KPIlar ham paydo bo'ladi. Lekin bu jarayonda shu tizimning birinchi instrumentlarni joriy qilishda bir nechta xato bo'lishi mumkin. Shu xatolarni oldini olish maqsadida biz egasi birinchi navbatda tizimdagi instrumentni joriy qilayotganda o'zi shug'ullanishi kerak va diqqat qiling, butun komanda shu jarayonga jalb qilish kerak. Misol uchun, sotuv varonkani CRM orqali joriy qilayotganda har bitta bosqich nima uchun kerakligini, har bitta bosqichda KPI va instrumentlarni, reglament, instruksiyalarni hammasini jamoa bilan birgalikda yaratish kerak. O'shandan keyin jamoa bilan biz egasida fikrlashib bir xil bo'ladi. Eng muhim shu. Agar komanda bilan biz egasi fikrlashib bitta bo'lganda, biznes o'sishi juda tez bo'ladi. 4-bosqich arxitektor. Ya'ni biz egasi o'z tuzilmani boshqaradi va kundalik ishtirokisiz biznes ishlayotganini ko'radi. Bu bosqichda kompaniyada org struktura bor, aniq org struktura mavjud va bu org struktura orqali har bitta xodimga vazifalar va KPIlar berilgan. KPIlar kunlik, haftalik, oylik. Bu bosqichda kompaniya oylik va yillik rejalar paydo bo'ladi. Boshqaruv qarorlarining sifati oshadi, erkinlik paydo bo'ladi va biznes egasi ko'proq vaqtini strategiyaga ajratadi. Biznes egasi barcha KPIlar o'z vaqtida nazorat qilish kerak. Chunki kunlik KPI nazorat qilganda muammo paydo bo'lishini o'zida hal qilish mumkin. Va 5-bosqich tizim yaratuvchi. Bu bosqichda kompaniyada aniq strategiya mavjud, rejalar bor, o'sish nuqtalari bor. Bu bosqichda biz egasi biznesni emas, uning doimiy rivojlanish mexanizmini boshqaradi. Ya'ni biz egasi o'zini fokusini biznesni o'sishi tezligiga qaratadi. Kimdir bu bosqichlar 2,
5-10 yil ichida o'tadi. Bu hammasi biznes egasini fikrlashga bog'liq. Va siz qaysi bosqichdasiz?